Biz chunki ayollar uchun ishlaymiz, mana shu qizlarimizning kelajagi uchun ishlaymiz. Endi meni fikrim bo'yicha любой ayol, любой qiz baxtli bo'lish huquqiga ega. Hozir sizda shu muammo bo'lyapti, keling shu muammoingizni yechimini qilaylik. Alloh o'zi yo'l ko'rsatsin. Yo'q, garbo hammada ishlaydi. Garbo nimaligini tushundim. O'zim sotalik deganman. Qo'ygan joyim chiqincha yursam bo'ladi. Eton u yog'iga o'zim постоянно nadzorda ushlab beraman. Xavotir olmang. Связda bo'lamiz operatsiyadan keyin ham. Qancha operatsiyadan keyin o'ziga kelish mumkin? Yo'q, operatsiyadan keyin baribir eton bir haftada yaxshi bo'lgan qizlarimiz bor. Og'ir bo'lmaydimi yaxshi? Yo'q, 3 haftada og'ir bo'lganlarimiz ham bor. U demak bor ekan menda deganlar. Yo'q, bor. Kecha borgan vrachimga bormi deganlar 35-65%. Yashab ketganlar. Sizni holatingizda problema bilan uchrayotgan odamlar bor, lekin ko'p emas-da, o'shaning uchun ular shunaqa statistika qilishadi. Juda ham ko'p emas. Masalan, sizni holatingiz